Bismillahdan yana pirojni boshlaymiz. Buning uchun yumshoqqina saryog'ni yaxshilab ko'pirtirib, shakar bilan ko'pirtirish davom ettiriladi. 3 ta tuxumni bitta-bittadan solib, uni ham ko'pirtirasiz va ustiga mikrovolnovka yoki vodяной banyada eritilgan shokoladni solib, uni ham ko'pirtirasizlar. Va bodomini, un, kabartni solib mikserda yaxshilab ko'pirtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni falga o'ralgan qolipga joylab, ustiga olchanani bir tekisda solib pishirib olamiz. Krem uchun kallex sirlari, sut, qaymoq, saharni pudrani quyuqqina krem qilib olasizlar va sovigan biskvitimiz ustidan surib, tekislab olamiz va ganaj bilan bezatamiz. Buning uchun shokoladga qaymoq solib, blender qilib quyamiz va xohishga ko'ra bezatishingiz mumkin. Mana olchali braunimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha duolaringizni unutmanglar. Albatta tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Yoqqanida albatta duo qilish esingizdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar.